Buxoyim zo'r bo'lyapti mana. Mana xudo xolasa yomg'irlar ham quyishni boshladi. Mana shu yerdan bitta miq olamizda, mana samarez olaylik. Samarez olib turib, endi mana shu fasadimizdagi yangi mahsulotlar chiqdi. Shularni qirib ko'ramiz mana. Hech narsa bo'lmaydi ekan mana. Ajoyib mahsulotlar chiqib ketyapti yildan yilga mana qarang. Hech narsa bo'lmayapti, chizilsa ham. Bakar toshga o'xshab qolyapti-da. Assalomu alaykum do'stlar, shu orqamda turgan 2 qavatli binomiz xudo xolasa bitish jarayonida. Bitishiga oz qoldi. Xo'p, bu fasadimizga nima qilish uchun hozir ikkilanib turibmiz. Xo'p, fasadimizga mana shunaqa abraziz orqamda turgan abrazizlar qilib ko'rdik. Bularni endi bir maslahatlashib, qaysini qilish kerak, qanaqa rang qilamiz, ularni bir ko'rib chiqamiz. Buni ichki remontlari ham xudo xolasa ketyapti jarayonda. Xudo xolasa yaqin kunlarda bitadi. Bu yerda birinchi qavatda do'konlar, oshxona bo'lyapti bu yerda. Kafillar terilyapti o'sha. Xo'p, mana bu yerdan zinadan ikkinchi qavatimizga chiqqanimizda kafillar terib bo'lindi. Ranglar berilyapti. Mana devorlarga seri, tepasi to'qroq. Endi havo bulutlik uchun yaxshi ko'rinmayapti. Xullas, betimiz polniy trenajyorniy zal bo'lyapti do'stlar. Bo'ydani sentrida, agar mabodo bo'ydaliklar bo'ladigan bo'lsa, shug'ullanishga kelaveradi. Bo'yda va bo'yda yaqin atrofidagilarda. Mana bu yerga ham har xil ranglarni qilib ko'rdik. Seri, qora, misol. Regel tipalari qora bo'lyapti-da. Xo'p, do'stlar, kuzatib turasizlar. Xudo xolasa mana shu fasadimizda qanaqa chiqishini birgalikda ko'ramiz. Ichki dizaynlarni ham, zalimizni ham qanaqa bo'lishini xudo xolasa birga ko'ramiz.